Farg'onalik hamyurtlarimiz Domstroyda Farg'onadagi filialda qanday mahsulotlar bor va ularda narxini hech bilib turgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Farg'onadagi Domstroy do'konimizda ham 30 ming xildan ortiq qurilish mahsulotlari bor. Birinchi kirganimizda o'ng qo'lda elektr mahsulotlardan boshlaymiz. Klassik, high-tech va neoklassik lustralarimiz narxi 300 ming so'mdan 3 million so'mgacha, plafonlar 60 ming so'mdan 449 ming so'mgacha, galagellar 15 ming so'mdan 100 ming so'mgacha, razvedka klyuchatorlar 18 ming so'mdan 25 ming so'mgacha. Elektr bo'limidan laminat bo'limiga o'tganimizda sizni Rossiya, Xitoy va Belorusiya laminat pollari qarshi oladi. Narxlari bo'lsa 63 ming so'mdan boshlanadi, 220 ming so'mgacha. Ha o'sha siz kutgan aboylar olamiga kiramiz. Bu yerda Xitoy, Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan aboylar bo'lib, narxlari 109 ming so'mdan 260 ming so'mgacha, xillari esa sanoqsiz. Endi esa hozirda ommalashayotgan dekorativ qoplama, ya'ni atachento bo'limiga kiramiz. Domstroyda atachento turlari juda ham ko'p, narxlari 75 ming so'mdan boshlanadi, 680 ming so'mgacha. Bular uyingizda qanday ko'rinishini oldindan bilishingiz uchun mana shunday showroom ham bor. Endi esa emulsiyalarga o'tamiz. Eng kichkina paqirdagi emulsiya 38 ming so'm, eng kattasi bo'lsa 465 ming so'm va bu yerda emulsiyalar kilolab ham sotiladi. 1 kilosi 9 ming so'mdan. Agar sizga yanada premium emulsiya kerak bo'lsa, Tekurilla emulsiyalarni tavsiya qilamiz. 1 litrligi 96 ming so'mdan boshlanib 415 ming so'mgacha. Yana bir ma'lumot, bu Tekurilla emulsiyalarning vodiydagi yagona dillari Domstroy hisoblanadi. Endi hamma ustakalarimiz kutgan instrumentlarga o'tamiz. Bularda xili shu darajada ko'pki, tomosha qilib ham maza qilasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, eng arzoni qalam 1000 so'm bo'lsa, eng qimmat instrument plitka rez. Buni narxi 2 million 925 ming so'm. Undan tashqari bizda Wagner apparatlari ham bor. Narxi 9-10 million. Pasti Xitoyniki 5 million so'm. Xullas, qurilishda sizga nimaiki kerak bo'lsa, hammasini Domstroydan topasiz. Ish vaqtimiz ertalab 8 dan kechki 8:30 gacha. Manzilimiz Polsha bozori yonida. Hammani Domstroy filiallarimizda kutib qolamiz.